Ronaldo jahon chempionatidan keyin rasman terma jamoadagi faoliyatini yakunlaydi. Bu haqda Ronaldoning opasi Katya Avero Instagram sahifasida batafsil ma'lumot berib o'tgan. Hozir Ronaldo haqida ortiqcha ta'rif berib o'tirmayman. Ronaldo qanaqa futbolchiligini, nimalar qilganini, futbolga qo'shgan hissasini ta'riflashga til ojiz o'rtoqlar. Dunyoda necha millionlab odamlar aynan Ronaldo deb futbolga qiziqishgan, Ronaldo deb futbol ko'rishgan. Misol uchun o'zim ham Ronaldo sababli futbolga qiziqib, futbol ko'rishni boshlaganman. 20 yildan beri Ronaldo futbolchilik faoliyatini davom ettirib kelyapti. 41 yoshga bo'lishiga qaramasdan hali ham pik formada. Portugaliyani qanaqa darajada ko'targanini, nechtalab oltin to'p olganlarini, UEFA chempionatlarida tinimsiz chempion bo'lganlarini hammamiz yaxshi eslaymiz. Qaychi zarbalarini, penaltidan urgan gollarini, jarima zarbalarini, bosh bilan eng balandga sakrab urgan gollarini hammamiz yaxshi ko'ramiz o'rtoqlar. Har bir goliga o'zigacha uslubda, har bir goli o'zigacha yondashuvda bo'lgan. Har bir goli Ronaldo faoliyati uchun muhim hisoblanadi o'rtoqlar. Balkim dunyoga Ronaldochalik mashhur va Ronaldochalik top darajada o'ynaydigan futbolchi kelmasa kerak. Siz nima deb o'ylaysiz? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Hamda shu videoni yaqin o'rtog'ingizga jo'natib, jahon chempionatigacha 10 ka bo'lishimiz uchun obuna bo'lish esingizda tuting.